Yana bitta toza pokiza fayzli xonadon chiqib qoldi do'stlar. 4 qavatli uylarning 3-qavatdan 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira sotuvga chiqyapti. Manzil esa Do'konalda 26-metr yaqinida joylashgan 4 qavatli uylarda 3-qavatda. Qavati va uyning holati, lokatsiyasi ham juda ham yaxshi. Uyning holatini ko'rib chiqamiz, qarang. Bu birinchi xonasi zal, ko'rishingiz mumkin, remontlari juda ham yaxshi holatda, kirib yashashga tayyor. Bu yerdagi endi jihozlari olib chiqib ketiladi yoki kelishsangiz ham bo'ladi. Bu tomonda 3 metrlik verandasiga oshxona ko'chirilgan. Ko'rishingiz mumkin, oshxona jihozlari va mana bu muzlatgich bor, bu qoldiriladi. Texnikalari esa chiqib ketadi. Bu tomonda yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona jihozlari bu xona to'liq qoldiriladi. Bu tomonda esa oshxonani haqiqiy o'rniga bitta xona qilishgan, ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi shkaflari qoldiriladi. Yotoq jihozlari olib chiqib ketiladi. Bu tomon tashqi podyezddan kirish qismi, koridor va bu yerda umumiy sanuzel. Kafellar qilingan, stollar o'rnatilgan. Ko'ryapsiz, uyda umuman uringan joyi, yirtilgan bir ortiqcha narsasi yo'q. Ya'ni fayzlikkina, chiroylikkina 2 xonali, 3 xonaga o'zgartirilgan, kirib yashashga tayyor kvartira. O'zimga ham yoqdi. Narxi esa $25,000 egalar tomonidan baholanyapti. Albatta, kami bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana shunaqangi yaxshi uylarni o'tkazib olmaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'ying.